Gap ikki xil bo'ladi. Gapiriladigan gap va gapirilmaydigan gap. Gapirilmaydigan gap qanday bo'ladi? O'zi bor bo'lgan voqea, endi uni eslatishning keragi yo'q. Masalan, bir odam o'g'irlik qilib qamalgan, jazosini olib bo'lgan. Endi u chiqqandan keyin sen o'g'ri bo'lgansan, birovni haqini yegansan deb aytishning keragi yo'q. Chunki u jazosini olib bo'ldi, poklanib bo'ldi. Endi unga o'g'rilikni gapirib o'tirishning aslo keragi yo'q. Shunday ekan, unga chiroyli munosabatda bo'lgan ma'qul. Ayrim holatlarda shunday bo'ladiki, jinoyatchi jazosini olib chiqqandan keyin ishga ham olishmaydi. Yo'q, bu o'g'irlik qilgan ekan, bu qamalgan ekan, sudlangan ekan. Eng yomon narsa mana shu. Unga yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Iloji boricha o'sha jinoyatchini ish bilan ta'minlash kerak. Qo'lini ish bilan band qilgandan keyin u jinoyat haqida emas, balki ish qilish, mehnat qilib pul topish g'amida bo'ladi. Mana shunday bo'lishi kerak. Birov o'tmishda yomon ishlar qilgan bo'lsa, bugun yaxshi yo'lga o'tgan bo'lsa, uning o'tmishini eslatishning aslo hojati yo'q deb hisoblayman. Mana masalan, bittasi bor edi, g'irt alkash, mayxo'r. Ichib yerlarda dumalab yurar edi. Keyin tavba qilib, ichkilikni tashlab, toat ibodat bilan shug'ullanib, halol pok yo'lga o'tdi. Endi uni o'tmishda sen ichgansan, yumalab yurarding deyishni hech ham keragi yo'q. Bo'ldi, u tavba qildi. Alloh unga izn beribdi, to'g'ri yo'lga chorlabdi. Mana shu to'g'ri yo'ldan ketyaptimi? Demak, uni o'tmishini eslatib qo'yishni keragi yo'q. Bir film bor edi. O'sha filmda bir qiz yomon yo'lga yuradi, narkoman bo'lib qoladi. Keyin tavba qiladi, u davolanib, o'sha narkotik moddalardan xoli bo'lib, turmushga chiqib, farzand ko'radi. Eri bilan farzandini ko'tarib yurishadi. Baxtli hayotga qadam qo'ygan bo'ladi. Avvallari bir yomon qiz bo'lgan bo'lsa, keyin to'g'ri yo'lga o'tgan bo'lsa, uning o'tmishini eslatib, yomon odam eding deyishni keragi yo'q. U tavba qildi, Alloh uni kechirdi. Uni er bilan, oila bilan, farzand bilan siyladi. Demak, bandasi uni muhokama qilishga hech qanaqangi haqqi yo'q. Endi gapiriladigan gapga keladigan bo'lsak, gapirish kerak bo'lgan pand nasihat, boshqa tanqidlar bo'ladi, lekin yana bir narsaki, o'sha gapiriladigan gap yakka holatda aytiladigan gap bo'ladi, ko'pchilikning ichida aytiladigan gap bo'ladi. Masalan, birovga nasihat qilmoqchi bo'lsa, faqat o'sha odamgagina tegishli bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikning ichida gapirib bo'lmaydi. Buni ham hisobga olishimiz kerak.